Assalomu alaykum, hurmatli briefing qatnashchilari. 2025-yil Yangi shahar elektr ta'minoti aholi tomonidan 169 ta murojaat kelib tushgan. Murojaatlarni ijobiy hal qilish hamda iste'molchilarni uzluksiz elektr energiya bilan ta'minlash maqsadida Yangi shahar hududidagi Navro'zobod, Yangiobod, Jomiy mahallalarida rekonstruksiya va modernizatsiya ishlari bajarilib, 10 kilometr uzunlikdagi havo tarmog'i, bir dona turistik va transformator punkti o'rnatildi. Temurmalik, Yangiobod, Yuksalish va Ma'rifat mahallalarida yangi qurilgan yakka tartibdagi xonadonlarga 31 dona elektr hisoblagich o'rnatilib, xonadonlarga sifatli elektr energiyasi yetkazib berilgan. 2025-yil davomida Yangi shahar elektr ta'minoti barcha mahallalarda 20 ta sayyor qabul bo'lib o'tdi. Sayyor qabulda kelib tushgan barcha murojaatlar o'z vaqtida ijobiy hal qilindi. Bundan tashqari, hududiy elektr tarmoqlari AJ Sirdaryo hududiy filiali tomonidan 2025-yilda 0 hamda 10 kilovatli tarmoqlar transformator punktlarini yangidan qurish va modernizatsiya qilish ishlarida Yangi shahardagi Temurmalik, Shodiyona, Fazilat, Davlatobod, Yuksalish hamda Jomiy mahallalarida 10 kilometr elektr tarmog'i qurilib va bir dona transformator punkti o'rnatib berildi. Shu kunga qadar hozirgi kunda 59 dona 0 havo tarmog'i temir beton ustunlari o'rnatilib, aholiga sifatli elektr energiyasi yetkazib berilgan. Shu jumladan Yangi shahar elektr ta'minotida avariya ishlarini tezkor bartaraf qilish va aholini sifatli elektr energiya bilan yetkazib berish maqsadida 24 soatlik navbatchilik tashkil etilgan. Iste'molchilardan kelib tushayotgan murojaatlar hozirgi kunda ham o'z vaqtida ijobiy hal qilinmoqda.